Assalamualaikum qizlar. Bugun sizlarga o'tib darsim Kuldur kumluchi. Buning asosiy ketgan materiallar un, shakar uni, sumay, suv, tuxum, suda, poda, zinnatlash uchun zima, yana kunjut. Qizlar, men endi mush xurishlarning hammani birlashtirib talang qo'yib yug'urma, xamir yug'urma. Ma un bilan shakar unini obdan aralashtirib olamiz birinchi qadamda. Endi buningga tuxumni suda, poda, sumay, mushlarning hammasini quyib, lekin suvni oz-ozdan quyib xamir yo'g'iramiz. Qizlar, mana xamir mush holat keldi. Mush holat kelganda 5 minut tindirib o'tamiz. Qizlar, xamirni 5 minut tindirib o'tib engishlaylar. Qizlar, mana bu xamirni biz endi qaranglar, mana qaqchilik yumbuloq qilamiz, mana mushta. Qaqchilik yumbuloq qilib olamiz-mi? Qizlar, mana yumbuloq qo'yib, mushini qaranglar, bir talangiga su quyib, mushini suvga solamiz. Suvga solib, ho'ldab, uni mavu kunjutga sap, buni kunjutga yumbuloq qilib qo'yib qo'yamiz, Endi moyga solamiz. Qizlar, mana moyga soldim, Qizlar, so'z o't pishiramiz, Qizlar, mana kuldur kumluchim pishib chiqdi, Buni so'z o't pishiramiz. Bilimga yerlaringlarni muzokara saloniga kirib so'zlasanglar bo'ladi-mi?